buyurib nasib qilsin. Kasbkoringlarga Alloh baraka bersin. Topganinglarga baraka bersin. Topganingni to'ylarga beraversin. Yaxshilik qilsin. Yasha. Obunachilar assalomu alaykum. Yana bir dastlabki lokatsiyamiz Namangan Toshbuloqqa akkuratni cho'tki qilib 2 qavatli utublit bo'lgan, eng fulli bo'lgan taroqboson darvozamizni uстановка jarayoni tugadi. Endi samiglamni buni narxi va razmeri. Bo'yiga 385, eniga 345 bo'ldi. Ishlatilgan materiallar yondori 12 ga 8 brus bo'ldi. Tagiga o'sha shivellar bo'ldi. Zamoklar Zuber zamok. Opoda buni kalit jentrani kaliti emas u, darvozani kaliti. Yaxshilikka ochilsin, to'ylarga ochilsin. Qo'ni qo'shni qarindoshingiz so'rasa, qaysi nomerdaman, doimo xizmatdamiz. Bu tog'aga 1 oy oldin qo'y qo'raysa beradimi? Zo'rmi? Xudo xolos. Temir sohasi nima kerak bo'lsa, zakaz beraverasiz. Adim metal doimo xizmatingizda. Ochilib yopilishlari, misol uchun mana ochib olib ko'ring tog'a mana. Juda zo'r. Akkuratni, cho'tki. Yaxshi. Buyurib nasib qilsin, daranglash yo'q. Mana bunda chiroy uchun Dila Krasotega kuchkalarni o'rnatib berdik. Orqa tomoniga shu germeteksdan sochib, shanirlarga ham ahamiyat berasizlar. O'sha 40 lik shanir, pachimlikda sentr zamoga o'sha bitta qo'lda ochib bemalol yopilaveradi. Hech qanaqa mehnat talab qilmaydi. Darvozamiz shu joyida qotadi. Listlarimiz o'sha 1.9 plyusovый ishlatdik, почти 2. Kimga kerak bo'lsa zakaz beraverasizlar. Adim metal